Hurmatli kuzatuvchilar, hammalarga assalomu alaykum. O'rtoqlar, bilasizlar, bitta narsa bor. Smartfondagi kamera deganda butun dunyo bo'yicha bo'lsa kerak, shunaqa o'y, ya'ni hammaning xayoliga iPhone keladi. To'g'ri, iPhonening kamerasi zo'r. Men o'zim iPhone ishlataman, kamera bo'yicha gap so'z yo'q. Instagram bilan ham juda ham zo'r integratsiya qilingan, ya'ni bir-biri bilan zo'r kelisha oladi. Shuning uchun ham iPhonening kamerasini juda ham ko'p odamlar yaxshi ko'radi. Lekin boshqa kompaniyalar harakat qilyapti iPhone'ga yetib olishga. Ulardan biri Vivo X200 Ultra 2025-yilning eng zo'r kamera foni bo'lish uchun nomzodlikda turgan smartfon. Bu smartfonlarni hozir men taqqoslab ko'rmoqchiman. Bor imkoniyatlardan foydalangan holatda, misol uchun 1x dan boshlab eng oxirgi zoomgacha, selfie, tung rejim, portret suratlarni hammasini ko'rib taqqoslab ko'ramiz. Vivo X200 Ultra iPhone'dan o'tib ketadimi yoki iPhone'ga yetib oladimi yoki iPhone'dan orqada qolib ketadimi? Mana shu video orqali bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Yaxshilab joylashib olamiz. Aytgancha videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'sh, o'rtoqlar, mana video syomkalarni boshlab oldik. 16 Pro Max va Vivo X200 Ultra juda ham ko'p obunachilarimizga qiziqayotgan kontent bo'ladi. Inshaalloh. Qaranglar, o'rtoqlar, bu hozir 1x da olinyapti, ikkalovi ham, lekin Vivo X200 Ultra'ning 1x da ozgina farqi bor. Chunki u 35 mm kamerada olayotganligi uchun meni ozgina yaqinroq ko'rsatishim mumkin. Shuni oldindan aytib qo'yishim kerak sizlarga, o'rtoqlar, va 4K 60 fps ga qo'yilgan. Ikkalovi ham hozir standart holatda o'sha bir marotaba yaqinlashtirilgan holatda olyapti. Hozir zoomlarni tekshiramiz, selfie, qorong'i hammasini tekshirib chiroyli kontent tayyorlab berishga harakat qilaman. Bosamiz. Xo'sh, qaranglar, o'rtoqlar, mana bu kadrlar hozir ikkalovi ham 5 marotaba yaqinlashtirilgan holatda syomka qilyapti. iPhone 16 Pro Max da 5x bu optik zoomi bor, xabaringiz bo'lsa kerak, optik 5x zoomga ega. Lekin Vivoda hozir bu sifroviy yaqinlashtirilgan. Lekin Vivoni 607 optik zoomi ham bor. Ana shu zoomga qo'yamiz hozir. Shu zoomga qo'yamiz. Men ozgina yaqinlashtirilgan bo'laman. Ana endi o'rtoqlar, yana bitta taqqoslab ko'ringlar. Ikkalovi ham hozir optik zoomda ishlayapti. Detalizatsiya, ranglar, men o'zimni ko'rsatib berishi, misol uchun umumiy kadrga bitta baho berib qo'yinglar va qaysi biri bu rejimda sizlarga yoqdi, kommentariyga yozib qoldiringlar. Xo'sh, qaranglar, o'rtoqlar, ikkita smartfonni ham maksimal darajada yaqinlashtirib syomka qilyapman. Vivoda 13.4, eng oxirgi yaqinlashtirib syomka qilishi 13.4, iPhone'da 15 marotaba yaqinlashtirilgan holatda syomka qilyapti. Ozgina farqlar bor, lekin bu uncha katta farq deb aytilmaydi. Bizga kerakli narsa bu videoda hop, maksimal yaqinlashtirilganda qaysi biri sifatda zo'r ushlab beryapti, detalizatsiya va stabilizatsiya qaysi biri yaxshi ushlab turibdi, ranglar, umumiy kadr maksimal yaqinlashtirilganda qaysi biri o'zini zo'r ko'rsatdi. Menga sizlarning fikringiz har doimgidek juda ham qiziq bo'ladi. To'g'risi esa men o'zim ham qiziqib ketyapman. Bu qaysi biri zo'r oldi bu rejimda deb hozir montajda bilib olamiz. Sizlar baho berib qo'yinglar, qaysi biri zo'r oldi. Xo'sh, o'rtoqlar, mana bu ko'rayotgan kadringiz iPhone'da kino effekt deyiladi. Endi bu Vivoda portret rejim deyiladi. Ikkalovining ham vazifasi bitta. Ya'ni men obyektni ajratib beradi, orqa fonni blur, ya'ni xiralashtirib beradi. Bu rejimni qaysi biri o'zini yaxshi ko'rsatyapti? Menga bu narsa juda ham qiziq bo'lib ketyapti, chunki men iPhone'dan xabarim bor, lekin Vivo X200 Ultra qanaqa o'tganligi menga ham juda qiziq. O'zim ham qiziqib ketyapman. Xullas, qaysi biri sizga yoqdi bu rejimda kommentariy yozib qoldiring. Vivo X200 Ultra va iPhone 16 Pro Max ana shunaqa rejimlarda syomka qilyapmiz. Xo'sh, o'rtoqlar, umumiy kadrda ham bitta olib ko'rishga qaror qildim. Ya'ni ko'rayotganingiz mana bu charpalak kachela deyiladi. Xullas, mana shuni hozir yaqinlashtirib ko'ramiz. Hop, hozir 1x turibdi, maksimal darajada yaqinlashtiramiz. Qaranglar. 15 marotaba yaqinlashtirdim iPhone 16 Pro Max da. Detalizatsiya, ushlab turish kadrlarni, umumiy sifat. Ko'ramiz. Yuzimga ozgina quyosh tushyapti. Menga yaxshi ko'rinmayapti. Ichidagi odam ko'rinyaptimi yo'qmi bilolmayapman. Xullas, ana endi o'rtoqlar Vivoda tekshirib ko'ramiz. Qaranglar, mana shunaqa uzoq masofada syomka qildim. Hozir Vivoda tekshiramiz. Endi navbat Vivoga, o'rtoqlar, Vivoda tekshiramiz. Hop, maksimal yaqinlashtiramiz. Oxirgisi 13.4. Mana syomka qilyapmiz. Ranglarni yaxshi ajratib beryapti. Stabilizatsiya ozgina o'ynayapti. Uzoq masofadagi obyekt ushlab olishga ozgina qiynalyapti. Lekin yomon emas. Quyosh tushayotgani ko'zimga shunaqa qiynayapti meni. Bir narsa deb aytish menga sal qiyin bo'lyapti. Ya'ni bu video syomkada. Xullas, ko'rdinglar. Qolganini montajda bilib olamiz. Lekin yomon emas. Mana bu kadr o'rtoqlar ikkalovida ham ishchilik kameradan foydalanyapmiz. Ya'ni keng qamrovli kamerada syomka qilinyapti. Hop, Vivo X200 Ultra da 0.4, iPhone'da esa bu 0.5 bo'ladi. Nodatda o'rtoqlar sifatimizga qaranglar. Hop, menga bitta narsa ozgina sezilyapti. Vivo
ochroq ko'rsatib beryapti. Hozir adashib ketdim. Ya'ni ranglarni ozgina ochroq ko'rsatib beryapti. iPhone ozgina to'qroq syomka qilyapti. Qani ko'ramiz. Yana misol uchun mana daraxtli joylarni olamiz. Mana bu joyda osmon rangiga ham ahamiyat beradigan bo'lsak, iPhone bu rejimda yaxshi ko'rsatyapti. Vivo ham yomon emas, lekin ozgina ochroq. Men shunaqa o'ylayapman. Ya'ni menga shunaqa ko'rinyapti. Bu shirik kamerada olingan video edi. Bo'ldi, mana ham zo'r chiqadi mana. Xo'sh, endi stabilizatsiyani tekshirib ko'ramiz. Hop, mana shu yo'lda yugurib ko'raman hozir. Hop, birinchi tez yuramiz. Men tez yuraman. Yuguramiz. Xo'sh. Quyosh juda ham cho'qqani uchun qaysi biri silkinmadi, ko'rinmay qoldi. Yana bitta yugurib ko'ramiz. Bo'ladi mana shu o'zi. Lekin yon atrofimdagi odamlar meni ko'rib jinni bo'lib qolgan deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin, chunki ikkita smartfonni ko'tarib olib yurganman. Bu hammasi kontent uchun. Xo'sh, ikkalovida ham shirik kamera ishlayapti. Bolalar maydonchasi emas, bu kattalarniki ekan bu. Oldin bu joyda kachiralar bo'lardi, hozir faqat trenajyor turniklar qolibdi. Hop, bu shirik kamera edi. Keling, hozir mana shu joyda birma-bir zoom qilib boshqa kameralarni ham tekshiramiz. Hop. birga qo'yamiz. Shu mana bu asosiy kameradagi 1x. Endi optik Vivoda 2.5, iPhone'da 2. Hop, ko'rishingiz mumkin. Hop, mana bu joyda rangli narsalarni olaylik. Mana 2.5 ga 2 syomka qilib beryapti. Hop, keling mana shu joyda masjidni minorasini yaqinlashtirib zoomini tekshiramiz. Yana bir bor detalizatsiyalarni ko'ramiz. Hop. Vivoda 6.7, iPhone'da optik 5. Mana ikkalovi ham hozir optik holatda syomka qilyapti. Maksimal yaqinlashtiramiz. Hop, bu Vivoda 13.4, iPhone'da 15. Ko'ramiz. Detalizatsiya qaysi biri yaxshi qilyapti. Yaxshilab ahamiyat beringlar. Mana bu tillarang joyiga va minorani har xil chetlariga qarang. Qaysi biri yuvilib ketyapti. Men iPhone'ning stabilizatsiyasida ozgina qiynalyapman. Vivo'niki sal qimmat turgan bo'lsa, joyida ushlab turibdi. Lekin iPhone'dan ozgina qiynalyapman. Xullas, sal pastroq tushiramiz. Mana shunaqa sifatda bu smartfonlar syomka qiladi. Xo'sh, nima deysizlar o'rtoqlar? Qaysi biri? To'g'risi, men endi bir narsa ayta olmayman. Qanaqadir asosan yorug'da syomka qilganim uchun menga zo'r ko'rinmayapti. Men faqat endi montajda biron nima deyishim mumkin, bilib keyin oxirida fikr bildiraman. Mana bu binoni ham kerakli optikdan yaqinlashtirib ko'ramiz. Bu sal yaqinroq binoda. Hop. Vivo 6.7 optik, iPhone 5. Qanaqa qilib beryapti o'rtoqlar? Qaysi biri yaxshi? Misol uchun iPhone'ni ham optikdan chiqarib olamiz agar 6.7 qiladigan bo'lsak. Mana iPhone'niki ham 6.7, bir xil yaqinlashtirilgan mana endi. Qaysi biri yaxshi? Daraxtlar, burchaklari binoni. Ikkilovchi bir-biri bilan juda ham katta bahs qilyapti. Bir-biridan o'taman deyapti. Ikkalovi ham o'zini yaxshi ko'rsatyapti. Xullas shunaqa gap o'rtoqlar. Selfie kamerani ko'ramiz. Xo'sh, selfie kamerada ranglarda ham yaxshigina farqlari bor ekan. Misol uchun iPhone'da osmon rangini ko'k rangi sal ko'proq ko'rsatdi, Vivo'da sal ochroq. Mana bu holatdan ham bilsak bo'ladi bemalol. Hop, orqamizdagi yashil barglarni ko'ramiz. Hop. iPhone rangiroq ko'rsatib beryapti. Xo'sh, o'zi hamchi ahamiyat bergan bo'lsanglar, video o'zi ham rosa bo'linib-bo'linyapti. Ya'ni boshqa kun olman, chunki soqolim o'sgan, soqolim kam, kiyim boshqa. Xullas sezgan bo'lsanglar kerak deb o'ylayman shu narsani.
Xullas, selfie kamerada kimda qanaqa fikr bor? Yo'q, kilo ham zo'r, yomon emas. Shu faqat ranglarda deb o'ylayman. Lekin sifat darajasi bir xil deb o'ylayman. Hali tungisini ham ko'ramiz, qorong'ida ham tekshirib ko'ramiz. Qorong'ida qaysi biri sifatda o'zini yaxshi ushlab turar ekan. Biz umuman qorong'ida asosiy selfie kamera hammasini tekshiramiz. Xullas, o'rtoqlar, selfie kamerada shunaqa gaplar. Tungi syomkani boshladik. Xullas, kilo ham hozir 4K 60 FPS da turibdi. 1x da. Xo'p, ko'rayotganingiz chiroqlar bor. Mana bu joyda Amir Temur haykali va biz o'zi Amir Temur xiyobondamiz. Hammasini ko'ramiz, detalizatsiya, zoom tekshiramiz, ranglar, zerno qaysi birida ko'p beradi. Hozir hammasini ko'rib chiqamiz. Hozir bitta savol tug'ilishi mumkin. Nega kilo 1x da bo'lsa, Vivo nega yaqinroq ko'rsatyapti degan savol tug'ilishi mumkin. Chunki 1x da Vivo 35 mm li kamera bor. 35 mm kamerada syomka qiladi, 1x da shuning uchun ozgina yaqinroq ko'rsatadi. Hop, endi keling shirikdan boshlaymiz. Hop, Vivoda 04, iPhone'da 05. Mana bu shirik kamera. Zerno qaysi birida ko'payyapti. Ranglar, svet chiqarib berishi, chiroqlarni hammasiga ahamiyat bering va yashil hududni ham syomka qilamiz. Hop, endi birga o'tamiz yana. Mana bu 1 kiloda ham. Hop, endi iPhone'da optik 2 bor, Vivoda esa optik 2.5. Bu iPhone'da mana yozuvlarni o'qinglar, yozuvlarga ahamiyat beringlar, qaysi biri yaxshi o'qilyapti. Va haykalni o'zi. Hop. Mana bu joyda O'zbekiston mehmonxonasi. Yashil joy. Mana odamlar o'tiribdi. Odamlar harakatiga ahamiyat beringlar. Hop, endi yana yaqinlashtiramiz. iPhone'da 5 bor optik, Vivoda 6.7. Nima deyapti? To'g'ri, endi Vivo hozir yaqinroq o'tdi. Endi Vivoning optiki shunaqa-da, optik zo'mi shunaqa. 5 yo'q, 6.7. Va haykallar va mehmonxona. Mehmonxona. Xo'p, endi maksimal darajada yaqinlashtiramiz. Birinchi Vivoda 13.4, iPhone'da 15. Ketdi. Yaxshilab ahamiyat beringlar. Atidan yozuvlarni o'qiyman. Kuch adolatdadir. iPhone'da negadir stabilizatsiya ozgina o'ynayapti, titrab ketyapti 15 da. Vivo 13 to'g'rayapti. Katta mehmonxonani. Yozuvlarni olamiz. Mana hotel yashil. Mana bu joyda mana endi bilinyapti, iPhone'da zernosi ko'payib ketgan. Mana shu yerda bilinyapti. iPhone'da zerno yaxshigina baland. Mana bu joyda ham bilingan edi o'zi hozir. Hop va mana yozuv. iPhone'da zerno ko'p va titrash yuqori darajada. Vivo o'zini ushlab turibdi va yozuvlar Vivoda ham zerno bor, lekin kamroq. Xullas, kechqurungi syomka qilishi o'zingizga bitta baho berib qo'yasizlar, qaysi biri o'zini zo'r ko'rsatdi. 16 Pro Max va Vivo X200 Ultra. Mana bu endi selfie kamera. Selfie kamerani tekshiramiz. Qorong'ida qaysi biri o'zini yaxshi ko'rsatadi. Daraxtlarni ko'ramiz, ranglar. iPhone qorong'ida selfie kamerasi yaxshi ishlab berdi. Men shunaqa deb o'ylayman. Men sizlar ham shunaqa deb o'ylasanglar kerak, chunki Vivoga ahamiyat beringlar, qanaqadir mana yuzimni tekislashga harakat qilyapti-da, o'zidan nimadir qo'shib tashlayapti, lekin iPhone tabiiy shunday ushlab turibdi, boricha ko'rsatib beryapti selfie kamerada. Buni tan olish kerak, iPhone selfida zo'r. Ya'ni futbolka ranglariga ahamiyat bering. iPhone rangi realniy futbolka rangi, chunki o'zim futbolka rangini bilaman. Vivoda qo'shib yubordi. Rangi, mana ko'rasizlar rangini futbolkani boshqacha. Vivo qo'shib yubordi. Lekin iPhone tabiiy chiqarib beryapti selfie kamerada. Mana shu yerdan bilsa bo'ladi. Yuzimni nimadirlar qilyapti Vivo. Xullas, selfie kamerada shunaqa gaplar o'rtoqlar.
Xo'sh, o'rtoqlar, mana videoni ko'rdinglar. Ikkita smartfonni ham taqqoslab ko'rdim. Qaysi birini kamerasi sizga yoqdi? Kommentariy yozib qoldiring. Bu menga juda ham qiziq bo'ladi. Va o'rtoqlar, ba'zi odamlarda shunaqa fikr tug'ilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni shunaqa holat. Misol uchun iPhone'ni kunduzgi syomkasi yoqqan bo'lishi mumkin, lekin Vivo'ni kechqurungi syomka qilishi yoqqan bo'lishi mumkin. Agarda sizda shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa ham, uni ham kommentariy yozib qoldiring. Men juda ham xursand bo'lardim va bu menga juda ham qiziq bo'ladi. Endi o'rtoqlar, meni fikrimga to'xtaladigan bo'lsak, bu modellar haqida, misol uchun, tan olaman, Vivo X200 Ultra suratlarga olishda o'zini yaxshi ko'rsatdi iPhone'ga qaraganda. Juda ham zo'r suratlarga oldi. Tag'indan men juda ham ko'pini qo'shmadim. Video cho'zilib ketayotganligi uchun asosiylarini qo'shdim. Suratda tan olish kerak, Vivo o'zini yaxshi ko'rsatdi. Video syomka keladigan bo'lsa, iPhone'dan o'tib ketdi deb aytolmayman, lekin bu model iPhone'ga video syomka qilish bo'yicha katta raqobat bo'la oladigan model deb o'ylayman. Chunki ko'rdinglar o'rtoqlar, zoomlarda o'zini yaxshi ko'rsatdi, misol uchun, portret rejimida o'zini yaxshi ko'rsatdi, qorong'ida o'zini yaxshi ko'rsatdi. To'g'ri, qorong'ida selfie kamerasi unchalik iPhone'dagi olib bera olmagan bo'lsa ham, qolgan joylarda o'zini yaxshi ko'rsatdi. Xo'p, endi shunaqa holat bo'lishi mumkin. Bu modelni kimlar sotib olgan yaxshi? Ya'ni Vivo X200 Ultra'ni. Ba'zi odamlar bor, umuman iPhone tutolmaydi. Даже iPhone'ni juda ham yomon ko'rishadi, lekin ularga ham kuchli kamera kerak bo'ladi. Mana shunaqa holatlarda, mana shunaqa odamlarga men tavsiya bergan bo'lardim. Vivo X200 Ultra kamera bo'yicha sizga juda ham yaxshi xizmat qila oladi. Xullas, shunaqa gaplar o'rtoqlar. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ysangiz, kommentariy yozib qoldirsangiz, sahifamga obuna bo'lsangiz, men juda ham xursand bo'lardim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.